maqbarasining bunyod etilishi bu bevosita Amir Temur nomi bilan bog'liq. Ya'ni Sohibqiron Amir Temur Samarqandni poytaxt qilgandan so'ng 1370-yillardan boshlab bu yerdagi obodonchilik ishlariga e'tibor qaratadi va arq qurish jarayonida mana bu yerdagi bir nechta mana bunga o'xshagan ziyoratgohlarni arkning devorining ichkarisiga qoldiradi. Bu nimadan dalolat beradi? Ya'ni o'sha davrda Burxoniddin Sog'arjiyning shaxsi xalq orasida ancha mashhur bo'lganligini ko'rsatadi. Ana shu nuqtai nazardan ham bu muqaddas ziyoratgohlarni obod qilib, ularning ustiga maqbara qurish orqali ularning ark devorining ichkarisiga qoldirishga harakat qilgan va ark devorining ichkarisida bo'lsa ham baribir bu xalq uchun ziyoratgoh bo'lib qolavergan. Shuni ayollari kim va qayerdan bo'lganlar? Burxoniddin Sog'arjiyning shaxsiga to'xtaladigan bo'lsak, u kishi tasavvuf vakili sifatida va islom dinini Hind Xitoy o'lkalariga yoyishga katta xizmat qilgan bir ulamo sifatida e'tirof etiladi. Ya'ni u kishini ayrim tadqiqotchilar Suhravardiya tariqatining vakili deb ko'rsatsa, ayrimlari Kubraviya tariqatining vakili deb ko'rsatishadi. Lekin hozirgacha kishining yashagan o'tgan davrlari ancha qadimgi bo'lganligi uchun keyingi davr manbalari asosida tadqiqotlar olib borilgan. Ya'ni Burxoniddin Sog'arjiy o'zining ustozi Nuriddin Basir Qutbu Chahordahumning oyoq tomonida dafn etilganligi ko'rsatiladi.